Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktın, judadır hayat, andı nur, her ün, mutluluk, tık. Almanya saklı azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurtun hiç amallıkını gözümüz sorayımız. Menize küçük balını kolluğanda kollumakçım ha? Bu ne? Yalaç kazanda bir kıtım açmışıdı. Beni sorusanla, ben adli bir cancı. Benim maksadım, halıkni cebir zulümde kutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, genç paravan turmuşka ilgi kılıç. Hey! Şu bu ben diyen lomadını kışka! Onun kıdaydıgan gitmem mi? Bizni iyiliği terakki, azatlık meşgili yangan, meni kıtaldırığı başla heytemaka. Oygangan ziminni, endi hiç kim tutalmaydı. Wang Tuanjiang Sopa Hunduyjangni pikapga selib, hojining go'ngani tarafga mangdi. Butun shaharda harbiy holat e'lon qilinib, ko'ch-ko'ylarda qilichlarini yalang'ochlab olgan otliqlar va nayzilik miltiqlarini esib olgan piyoda cheriklardan boshqa hech kim ko'rinmaydi. Butun qatnash to'xtab, do'konlar taqilib, ishik qovuqlar etilib, butun shahar urush vaqtidagiga o'xshash qo'rqinchli bir holatga kirib qolgan edi. Hojimning go'ngani biror ming cherikning qo'rshavida turardi. Cheriklar go'nganga, qo'shni hovlilarning o'g'zillariga qora qog'idek chiqishib olgan edi. Ikki temir konkining pelamotlari go'ngwaning taqoqliq turgan yo'g'on darvozasiga qartib qo'yilgan edi. Wang Tuanjiang pikap bilan kelib darvoza oldida to'xtadi. Cheriklar uning buyrug'i bilan qayerdandir bir shot tepib kelishdi. Sopa Hunduyjang Wang Tuanjiangning ishorati bilan shotiga chiqdi. Ho'yladan 200 dan oshiq kishi miltiqlarini batlab, g'azablangan holda jangga tayyor bo'lib turardi. Sopa Hunduyjang hojimning o'z qo'li bilan buyruq yezib avatganligini aytib, boyiqi xatni o'nlik ovoz bilan o'qishga boshladi. Qadrdonlarim, meni rozi bo'lsin desanglar, qon to'kilmasin. Qo'ral yarg'inlarni topshirib beringlar. Ho'yladan qiyoqas cho'qan ko'tarildi. Sopa Hun xatni yana bir qitim o'qib, "Og'i inilar, bular ish bo'ldi. Hoji akamni oyayli, o'zimizni oyayli. Al yurtni oyayli. Qo'ral yarg'inlarni tezdan topshiringlar." Sopa Hunduyjangning gapi tugamayla temir konkilardagi pelmotlar taraslab etilib, darvozani o'tma-to'sh qilibdi. Darvoza echildi. Cheriklar yerda yotgan miltiqlarni xuddi tamashtargandek pak-pak terib bo'lib, bir qismi yigitlarning yo'llarini aqtirishga, bir qismi yotoq uylarni tintishga kirishib ketdi. Kechqurun Wang Tuanjiang tizimlik bo'yicha yigitlar orasidan 15 kishini ayirib chiqib, bir yuk mashinasiga o'tirg'izdi. Kitobxonlarga tonish bo'lgan g'oljilik haytammi shularning orasida edi. Oqibat shu bo'ldimi, Sopa Hun aka? Dedi u zarda bilan shapkasini orqaga surib qo'yib. Allohning taqdiri shu o'xshaydi uka. Bizda nima iloj deysan? Qurib ketsin undaq taqdir. Wang Tuanjiangning ovozi anglandi. Sopa Hunduyjangmi, mushu mashinaga chiqsin. Sopa Hunduyjang ig'ir gavdasi bilan mashinaga esilib olib, oxirgi qitim ko'rib olay degandek hojimning hujra va mehmonxonasi joylashgan peshayvonlik uylar tarafga qaradi. Heliqa sipti kiyinib yuradigan qizil yuzlik yosh mahram mehmonxona oldida go'yo hech qanday ish bo'lmagandek parvosiz qarab turardi. Harbiy holat 3 kech kunduz hukm surdi.
Bu kunlarda jamoat xavfsizligi boshqarmasining mashinalari xuddi qo'tandan bo'shinib ketgan talva buqalarga o'xshash dahshat bilan hurkarab, butun shaharni beshiga kiyib olgan edi. Bo'libmi, kechalari bu mashinalarning ko'rsatgich chiroqlari yirtqich ajdahoning ko'zlaridek volvul yinib, elning ko'ngliga qattiq vahima soladi. Bu mashinalarning o'zimi, yon aynaklarimi qora bo'lg'achqa, xalq ularni qora buqa deb atashadi. Va bu haqda qora buqa hurkirsa ofat keladi. Ofat bilan tang qiyomat keladi. deydigan gaplarmi paydo bo'lgan edi. Darvaqa qora buqa qaysi ho'ylining darvozasi oldida to'xtasa, shu ho'ylidan qiyomat dahshati boshlanadi. Hojim tutqun qilingan kuni yarim kechida yo'g'on bir qora buqa o'lkilik Darul Muallimning darvozasidan hurkarab kirib, Tursun Hasanovning yotiqi oldida to'xtadi-da, beshidan topinigacha qora kiyingan ikki soqchi amaldor to'pincha dastasi bilan eshikni qattiq taqildatdi. Uyqudan cho'chib uyg'ongan Tursun Dolanning "Kim bu? Yerim kechida eshik qaqqan" degan savoliga javoban eshik yana qattiq taqildab qo'pol ovoz anglandi. "Chopsan bo'lom, Tuban janoblar sizni chillavatidi." Tursun Dolan darhol lampani yoqdi va oldirash jinish kiyinib o'tib, Shimsayning aynak ramkada turgan foto rasmiga bir qarab qo'ydi-da, "Mening eng munavvar shogirdim Tursun Hasanovga astilik" degan so'zlarga ko'zi tushib qoldi. Tursun Dolanning xiyol qushlari qanotlandi. Tunji qaror Toshkentchilar Urumchiga qaytib kelish bilan 40 kunlik siyosiy nazariya kursi echilib, Shimsay o'zining olti buyuk siyosati to'g'risida uningga yondashtirib millat va jamiyat taraqqiyoti, ichki tashqi vaziyat, yangi Shinjong qurishda ziyolilarning roli qatorliq masalalarni marksizm, leninizm nuqtai nazari bo'yicha notiqlarga xos mantiq va fasohat bilan sharhlab bergan edi. Kurs davomida kursantlarni bir necha qitim qabul qilib, ular bilan ayrim-ayrim suhbatlashgan va shu suhbatlarning birida Tursun Dolanning qo'lini tutib turib, "Siz Uyg'ur xalqining munavvar farzandi va mening yaramliq shogirdim bo'lishga munosib" degan edi. O'qish bitirish marosimida boshqa kursantlar qatorida uningga boyiqi so'zlar yozilgan foto rasmini xotira qilib bergan edi. Boshqalarga berilgan rasmlarga bo'lsa, mening eng munavvar shogirdim degan so'zlar yozilmay, faqat har kimning ism-familiyasi yozilgan edi. Mana shunday bir qator ishlardan keyin Tursun Dolanning qalbida Shimsayga nisbatan cho'nqur hurmat, hatto bir xil cho'qinish tuyg'usi uyg'onishga boshladi. Shuning uchun Shimsayni ulug' dohiy darajasiga ko'tarib, maqola va she'rlar yozdi. Darsxonadami o'quvchilarga uni alohida madhiyalab, Shingduban va olti buyuk siyosatga mangu sodiq bo'lish to'g'risida tarbiya berdi. Hatto hojim va uning yaqinlariga ta'sirini o'tkazish g'arazida ularning oldida Shingduban va olti buyuk siyosatni maqtab, yosh yigitlarga xos qizg'inlik bilan ba'zi gaplarni qildi. Ishik yana qattiq taqildab, til haqorat yig'ishga boshladi. "Bu anangni! Hey, ishni ochamsan yo'q! Qishingga osmi qo'yvatamsan nima?" Tursun Dolan nima ekanligini tushunmay tingirqab qoldi va titrab ketayotgan barmoqlar bilan ishikning ilg'uchini ko'tarib o'tishga orolli o'zgardi. Ishga javob qo'yindek bostirib kirib, uning qo'liga ko'ysa soldida sirtqa so'rab moldi. Tursun Dolan ularni xato qilyotdi deb o'ylab varqirashga boshladi. "Bu ishinglar uchun ulug' dohiymiz Tuban janoblarga qanday javob bersizlar? Mana, bunday javob bermas!" dedi jallodlarning biri to'panchasining sepi bilan uning gashgisiga bir naselib. Tursun Dolan mashinaga qanday chiqib qolganini to'ymay qoldi. Bir hozadan keyin hushiga kelib, yeni-viniga qaradi va bosh ustida g'uva yo'rib turgan kichikkin lampochka yo'riqida g'alati bir manzarani ko'rib, butun badani shurkinib ketdi. Beshiga qora xalta kiygizilib, qo'liga ko'ysa silingan 5 odam xuddi qaytib qolgan murdadek jim o'ltirdi. Tursun Dolan ishning taktini endi tushandi chig'i,
taqdirga tan berib jim o'ltirishga majbur bo'ldi. Bir-birini tonib qolmasin uchun tutqun qilingan siyosiy mahbuslarning beshiga xalta kiydiramish degan rost gaplarga. Biroq mening beshimga nemishqa kiydirmaydi-ki-na deb o'ylaydi u. Tongga yaqin harbiy ofitserlar maktabining hovlisiga bir qora buqi kirib, 3-yotoqdan bir yigitni elib maqdi. Bu Tömür xalqining saptishi marhum Amonqulning o'g'li Armonbek edi. Shu kechadan boshlab 3 kun ichida Urumchi shahrining o'zida 500 necha odam tutqun qilingan edi. Bular buningdan 4,5 yil burun Shingsayni yo'lab taxtga chiqargan va uning o'z yurtdoshlaridan bo'lgan Sharqiy Shimollik fidoilar qo'shinining yuqori darajalik ofitserlari. Shingsay taxtga chiqqandan keyin mansabga o'ltirgan Ma'arif noziri Jang Shing, ichki ishlar noziri Ma Shaowu qatorliq oliy maqom arboblar, Wang Zixu, Husayn Chanshiv, Tursun Baba qatorliq cho'ng baylar. Xo'ja Niyoz hojim muavin rais bo'lgandan keyin yuqori mansablarga tayinlangan milliy amaldorlar, ya'ni Yezi egilik kon ishlari noziri Yunus Bey, Millatlar ishlari komitetining raisi Tohir Bek, ichki ishlar nazoratining muavin noziri Baymulla, O'lkilik bankining muavin boshlig'i Ahmulla, mashhur ziyolilardan So'pizoda, Ma'ruf Saidi, Haydar Apandi, Burxon Shahidi, hojimning yaqin tuqqanlari va xizmatida bo'lgan Qosim Apandi qatorliq jamoatchilikka to'nilgan kishilar edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu qitimqi tutqun Urumchi shahrini silsilaga keltiribdi. Butun shahar aholisi qattiq yer tavrashdan keyin bir hozog'icha hushiga kelolmagan odamdek temirqab qolishdi. Do'stlar ko'rishganda so'zlashmaydigan. Bozorlar jimjit. Ot uloqlar shalong, bolalar yig'lashga pedinolmaydigan. Besham xotinlarmi unlik jidal qilishga jur'at qilolmaydigan. Itlar qovmay, to'qlar chillamaydigan bo'lib qoldi. Urumchi bilan tangla boshqa viloyat, nohiylardami tutqun boshlanib ketdi. Shimolda Bo'ltay ko'z Seyit hoji, sharqda Toschiroy Hoshim hoji, janubda Qovon Talat Qodir hoji bilan qori ko'takka o'xshab ketadigan va Shinjonga nadim kelib qolganligini hech kim bilmaydigan Mavlonov degan maxluqlar qo'noqlikqa kirgan G'oljir Qovondek o'z xudini bilmay ming-minglagan odamlarning hayot rishtisini uzmakka kirishdi. Ularning cho'chaklardagi jin olvosilarga o'xshash mash'um ko'langisi tushgan yerlar xuddi ko'klam kunlari tuyuqsiz mo'ldir zarbasiga uchragan bog' va etisordek vayron bo'lmoqda edi. Mahbuslarni so'lashga turmi yetishmay, tomlari egizrak, ishq qovuqlari puxtroq kelgan idora jamiyatlarining ho'ylinlarimi suloqxonaga aylantirildi. Faqat Turpan nahiyasining Ostoni yezisidagi soqchi paychosudalar 200 dan oshiq mahbus tiqilib yotadi. Qo'zg'olonning mevasi sifatida Shinjong tarixida tunji qitim valiylik mansibiga o'ltirgan Sali Durg'idan tartib Hoshir Kantogacha milliy amaldorlarning hammasi tutqun qilinib ketdi. Hatto hech qanday mansabni xolamay, Qumulning Edir degan teg'idagi g'ayriboni kapsiga qaytib berib, puxrochilik bilan o'z tirikchiligini qilishga kirishgan Ansorig'imi Hoshim hoji darhol qonliq changilni uzatdi. Hoshim hoji tarafidan qora tizimlikka kirgizilgan yurt jonglari, davlatman boylar, qo'zg'olon ishtirokchilaridan bo'lib 255 kishidan faqat birla odam, ya'ni Xaliti mijazlik To'xniyazur qayoqdir qechib qutulgan edi.
Shingsayga bo'lgan sadoqati uchun uning iltifotiga erishib, Ili viloyatining valiyligiga tayinlangan Chingdeli va o'z vaqtida Shingsayning eng ashaddiy raqiblari bo'lgan Jiang Beiyuan bilan Mochongyingga qarshi yurishlarda zo'r xizmat ko'rsatgan va alhol Qashqar garnizon qo'mondoni bo'lib turgan general Liu Bingmo omon qolmadi. Hammadan qizig'i shuki, hojim tutqun qilinib 2 hafta o'tganda Shingsayning bevosita riyosatchiligida cho'ng ommaviy yig'in chaqirilib, bu qitim o'lka bo'yicha tutqun qilinganlarning hammasi Yapon jahongirligiga setilgan xoinlar. Ular Yapon jahongirligining tajovuzchilik planiga moslashib, Xinjiangdagi yangi hukumatga qarshi to'plan ko'tarmoqchi. Jongo xalqining Yapon tajovuziga qarshi elib berilayotgan ozodlik ko'rishiga buzg'unchilik qilmoqchi. Xo'ja Niyoz ana shu suiqasdni planlovchi bosh jinoyatchi. Buni Xo'ja Niyoz o'zi va uning sheriklari so'roq ustida iqror qildi, deb chakarladi. Yig'indan keyin ko'cha-ko'chalarga e'lonlar choplandi. Tashviq varaqalari taraldi. Gazetlarda maqola va murojaatnomalar e'lon qilindi. Bu shunday payt ediki, butun mamlakat, jumladan Xinjiangda Yapon degan so'zni anglagan har bir vijdonli kishining quyuq chashtiri tik bo'lib, tishlari g'uchirlab ketadi. Chunki Yapon jahongirligi 1931-yil 18-sentyabrda Jungoning sharq-shimolidagi 3 o'lkasini besib olgandan keyin tajovuzchilik planini texmi kengaytib, 1937-yil 7-iyul kuni Beijing shahrining g'arbiy janubidagi Logojiao ko'rigiga hujum qildi. Shu kundan boshlab butun mamlakat xalqi Yapon tajovuzchilariga qarshi ozodlik urushiga otlandi. Xinjiangdagi har millat xalqimi butun mamlakat xalqiga o'xshashla Yapon tajovuzchilarining eng nomussiz, yovuz maxluqlar ekanligini tushunib, ularga qattiq nafrat va g'azab bildirmoqda edi. Shingsay bu qitimga atalmish suiqasdlik to'polon anzisini dal shu paytga to'g'rilab yasab chiqqan edi. Vaqtni tepib joyida aytilgan yolg'on so'z Xudonimi qoyil qiladi degandek, Shingsayning bu yolg'onlarga bir qism kishilar ishonib qoldi. Biroq har qancha qilgan bilan yolg'onning umri qisqa bo'ladi ekan. Afsonalarda aytilishicha, olvosining orqasi kavat bo'lg'achqa, u kishilarga hamisha oldi tarafi bilan ko'rinmoqchi bo'ladi ekan, u bu yonga birla o'rilsa, siri oshkora bo'lib qoladi ekan. Shingsaymo xuddi shundoq bo'ldi. Chunki usta sehrgarlar turli sehriy afsonalar bilan tomoshabinlarning ko'zini bo'yashga muvaffaq bo'lalsa-mu, ularning aql farosatini, sezish, his qilish iqtidorini, qisqasi hissiy va aqliy tafakkurini baribir bo'g'ib tashlay olmaydi. Aksicha, xuddi osmon gumbizi qanchaga qaraysa, yulduzlar shuncha parqirab ko'ringaniga o'xshash, jahonni zulmat qoplagan seri odamlar boshqachalar sargaklashib, oddiy ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan narsalarni aql ko'zi bilan ko'rib, yurak bilan sezib, texmi cho'nqur o'ylashga boshlaydi ekan. O'rimchi aholisining ichida bu xildagi odamlar oz emas edi. Din, millat, jins, o'rin martaba va saviyalarning qandoqligidan qat'iy nazar, insonlik tuyg'usi o'lmagan kishilarning yuragida turli-tuman gumon va savollar tug'ilmoqda edi. Garchi shoir aytgandek, qurutdak yomridi, joy-joyda jasus. Oyog'i osti qilindi, bitdi nomus. Nechun do'stlik, vafodin qoldi zarra. Qori ishtlob uchun mo'l keldi marra. Bo'layotgan bo'lsa-mu, bir-biriga qattiq ishonib, yurak sirini aytisha oladigan dilkash do'stlar fursat topganda kunduzlari atrofga beqib, kechalari quloqni quloqqa yiqib pichirlashib oladi. Bundaq pichirlashlar zamonning pichirlashi, vijdonning pichirlashi, haq adolatning pichirlashi edi. 1931-yildagi 18-sentyabr vaqasida Yapon tajovuzchilariga qarshi shiddatli janglarda nurg'un qurbon berib, oxir bo'lolmagandan keyin Sibiriya orqali Xinjiangga panohlanib kelgan sharq-shimol fidoyilarini
Endi yapıllağı setildi dese, bununla kim işinudi? 1933 yıl 12 aprel özgürşide Şandobanni taxtga yo'lab chiqarganlar shular emasmidi? Endi ular qandaqsiga Şandobanga qaz qilmoqchi bo'lib qoldi-ki-na? General Liu Bang azaldan Şandobanning sodiq do'sti edi. O hiliqi manmanchi Jiang Peiyuanni yo'qotishga zo'r xizmat ko'rsatgan kishi. Endi Xo'ja Niyoz bilan birlashib Şandobanni o'ltirmoqchi bo'libdimish. Nima degan kulkilik gap. Xo'ja Niyoz naladi yurib yapınlarga setilgan bo'lg'aydi. Agar u yapınparast bo'lsa, yapın mushavirlarining maslahati bilan ish qiladigan Ma Zhongyang bilan birga bo'lmaysa, uningdan ayrilib Şandoban bilan birlashamdi. Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini og'dirib, Sodiq Damolini Şandobanga tutib beramdi. Şandoban uni yapınga setildi desa, ba'zilar uni Şandobanga setilgan deydi ekan. Bu odamga pek uvol bo'ldi. Yolg'iz Xo'ja Niyozg'ili emas, nurg'un odamga uvol bo'ldi. Bundaqmi qari ko'ngilli qilgan bormi? Gap uningda emas. Jinning qasdi shoptildi deb Şandoban bir chalmada ikki paxtak so'qmoqchi. Birinchidan, Qumul dehqonlar qo'zg'oloni natijasida hokimiyat beshiga chiqib qolgan milliy arboblarni uzil-kesil yo'qitib, yerlik millatlarni qaytib bosh ko'tarolmaydigan qilib o'tish va Xanzu millatidan kim bo'lsa bo'lsin, uning bilan to'r talishish ehtimoli bo'lgan hamma kushandilarni ko'zdan yo'qotish orqali istibdodli taxtda xotirjam o'ltirmoqchi. Ikkinchidan, istibdodli taxtni mustahkamlash va Sovet ittifoqiga qarz to'lash uchun Şandobanga nurg'un pul kerak. Shuning uchun har qaysi millatdan bo'lsin, cho'ng boylarni biror bahona bilan qo'lga ilib, mol-mulkini musodara qilmasa, bu pulni nadan topqili bo'ladi? Mening anglashimcha, Husayn Chanshifning mol-mulki musodara qilinganda faqat oltin yombisiningla 5 mashina uda bir hafta to'shibdi. Uning ombiridan chiqqan yungraq, tovar durdun, yip gazlama, munguz va isil moy teri deganlarning haddi hisobi yo'q debdi. Chanshifza mol dunyosini Şandoban uchun yig'ib qo'yib tikanda. O'la emas, nodon millatning boylari bu ko'pincha nodon bo'ladi ekan. Ular xayr saxovat desa, bir tiyinning ustida tish turib, to'g'ri tuxum bosqandak mol dunyosini bag'riga besib yotadi. Vaqti kelganda o'g'rini qaroqchi uribdi bo'ladi xolos. Men hayronman. Şandoban ziyolilarni omon qo'ymayotdi. Hatto o'zi Toshkentda o'qitib kelganlardanmi bir mo'nchisini tutqun qildi. Bu nima uchun? Azaldan buyon zolim podshohlar ilm ahlidan o'lgida qo'rqidi. Chunki ilm ahli qoriqlarcha agashmaydi. Ularning ko'zi ro'shan, ko'ngli o'yg'oq bo'ladi. Ulardan bir ishni yo'shirg'ili bo'lmaydi. Zolim podshohlar bo'lsa, el yurtning ko'zi tengilgan juvoz itidek bo'lishni xohlaydi. Yanzilshing ana shundoqlarning vakili edi. Şandobanmi uningdan qilishmaydi. Shoirning munu misralarida ularning xarakteri obdan ich berilgan. Zolim uchun olim, kitob ajaldir. Adib, shoir demak ko'zga so'galdir. Anga lozim faqatla ruhiy mastlar, labay deb turg'uchi optob parastlar. Yetishmas al anga bo'lsa kekachkoz, yana bo'lsin texi qarg'u avam xos. Andaqda bizning ko'rdig'inimiz o'xshaydi. Bu texi ishning boshlanishi. Har holda g'afil yurmagan yaxshi. Man qarang. Qarbuqqa kelib qolsa aldirab qolmay deb ichimga 3 qat ko'nglak tambal kiyib yuradigan bo'lib qoldi. Zamonda ishonch yo'q. Şandobanga texmi ishongili bo'lmaydi. Hokimiyatga herislik savdosi uni chayon tabiat, kulki mijoz qilib qo'ygan. Bu nima deganingiz? Bir odamning tarixi uning mijoz xulqining yetilish jarayoni, mijoz xulqi bo'lsa, uning tarixining davomi. Şandobanning tarixi bizga ma'lum. U hokimiyatga chiqish uchun nimalarni qilmadi? Endi istibdodli taxtni chingitish yo'lida har qanday razillikni qilishdan yonmaydi. U chayonga o'xshash hammadan gumonlanib, hammani dushman sanab nashtirni uraverdi. Lozim bo'lsa, birli yumulinib, tulki bo'lib oladi-da, hili mekr bilan aldamchilik qildi.
Uning bu qitim tutqun qilganlarni Yaponlarga setilganlar deb jar silib, Yaponga qarshi bayroqni egiz ko'tarib chiqishga maqsadi Jungo kommunistlarining ishonchisini qozonish va uning orqali o'zini vatanparvar ko'rsatib, mamlakat xalqining himoyasiga erishishdan boshqa narsa emas. U ana shu maqsadda Şinjangdagi Jungo Kompartiyasi a'zolarini bo'shab qolgan muhim o'rinlarga xizmatga qo'yishga boshladi. Beshimiz omon bo'lsa, texi ko'rimiz. Bir kuni bo'lmasa bir kuni u Jungo Kompartiyasidanmi, Sovet ittifoqidanmi cho'qim yuz o'riydi. Bak oshirib atdingizmi qandaq? Bundan qilchi gumonlanmayman. Uning tabiati shu. 24-bob. Hasratlik nida. Tarix xatoliklarning yig'indisi emas, urinishlar jarayonidir. Radi Fish. Oldingi bobda bayon qilganimizdek, Xo'janiyaz hojim osh kuni Do'ban mahkamasiga yig'inga kirib, tuyuqsiz tutqun qilingan soatdan boshlab, to'mir qafasdagi shirg'i o'xshab qoldi. U birdan g'azab bilan hurkirab, qonaltir qoplangan qilin ishikni yo'g'on mushtumlar bilan o'ratdi. Kichik oyoqlari bilan tepatdi. Kang murisi bilan ishtiratdi. Birdan ishikning o'ttirsidagi to'shikning qopqig'ini echib varqiraydi. Hey! Shu Do'ban degan do'modini qishqa! Uningga deydigan gapim bor. Biroq so'rinchiray gundupaylar hech nimani anglamagandek qo'liqini yopirib yuraveradi. Yilqi kuni hojimning tutqun qilinishi nihoyatda g'alati bo'lgan edi. Shingsay uni ikki qavat binoning eshigi oldidagi palampaydan qizg'in qarshi elib ichkirga boshlab kirdida, o'zi g'ipli qilib boshqa bir uyga kirib ketdi. Ko'zni yumib ochqicha hojini olti cherik org'a ilib oldi. Parqirab turgan miltiq nayzillari uningga qadalib turadi. Shundaqdimi u yanchuqidan kichkina tapanchani chiqardi. Biroq tapanchining tapkisi besilmadi. Ma'lum bo'ldiki, tapanchaga qandoqdir bir so'g'uq qo'l tegibdi. Ey, nima qilishmoqchisan bu modada? Sheriklari buni ko'rib miltiqlarini yig'ishtirdi. Yan eshikdan Wang Tuanjang Mamatbegni agashtirib chiqib bir nimalarni deyishga boshladi. Mamatbeg uning gapini mundoq o'rdi. Wang Tuanjang Do'ban janoblarining gapini aytaman deydi. Hozir talada ma'lumotchilik ko'p. Yapon jahongirlarining ishlari g'aljirlashdi deydi. Do'ban janoblari hojimga ko'yinadi. Hojimni mush yerda bir necha kun tursa omon bo'ladi. Keyin yana uyga qaytib ketadi deydi. Hey! Do'ban degan lomode meni zodi nima qilmoqchi? Qishqa uni yepi bo'lsa isin. Wang Tuanjang izohat berdi. Uning aytishicha, Shinglubanning hozir vaqti yo'q. Hojim buyrug'iga itoat qilib, Do'ban mahkamasining mehmonxonasida bir necha kun dam elib turishi kerak. Qorallarini topshirish to'g'risida o'zining odamlarga hozirli buyruq berishi lozim. Unda qilmaydigan bo'lsa, Urumchi shahri qonga qo'yiladi. Buningga albatta hojim javobgar bo'ladi. Shuning bilan gap tugadi. Biroq hojimning dam oladigan o'rni Do'ban mahkamasining mehmonxonasi emas, turmaning qorong'u kamera bo'lib qoldi. U hech nimani tushunmaydi. O'zining nimishqa mahbus bo'lib qolganligini bilish niyatida bo'lsa kerak, kameraning ishkini kunda necha urib, birli so'zini takrorlaydi. Hey! Shu Do'ban degan lomodini qishqa! Uningga deydigan gapim bor. Kunlar, tunlar shundoq o'taverdi. Bir haftadan keyin hojimning mahrambeshi ba'zi lozimatliklarni elib ko'rishgili keldi. Gap orasida Gunguanning pechatlanganligi, muhofazachilardan bir qismining tutqun qilinib, qolganlarining tarqitib tashlanganligi, hojimning butun mol-mulki musodara qilinib, bola-chaqalarining nazorat ostiga elinganligi ma'lum bo'ldi. Hojim bir hazoqacha koyib chechilib, oxirida uningga mundoq dedi. Siz qandoqli qilib bo'lmasin, Do'ban bilan ko'rishing. Meni Do'banga deydigan gapdir bakandang. Ondan bosh konsul Aprisovning yiniga bering. Men konsul janoblarining so'zi bilan kapolatiga ishinib Urumchiga kelgan edim. Endi bu nima bo'lg'ini?
Mo'shu gaplarimni uningga ayting. Javobini menga yetkazing. Keyingi qitim kelishingizda mening Qur'onimni olg'ach keling. Mahram beshi u Qur'onning boshqa mol-mulklar qatorida musodara qilinib ketganligini aytdi. Hojim texmi chekilib ketdi va nadin bo'lmasin bir Qur'on tepib kirgizishni chekladi. Mahram beshi shuncha qilsa-mu, Shinsay uni bo'sog'isiga yo'latmadi. Aprisov bo'lsa, bu ishdan xabarimiz yo'q ekan, surishtirib ko'raylik, degan javobni berdi. Ammo 2 kundan keyin Aprisovning o'zi Urumchidan qayoqqadir ketib g'oyib bo'ldi. Bir-biriga tutash joylashgan pagar, say, qorong'u kamerlarning qangaltir qoplangan eg'ir eshiklari har kuni atigan oqshimi navbat bilan faqat 2 qitim echiladi. Xala joyga aran ulgurgan mahbuslar gundupaylarning vor-vor jarqirashlari bilan dushkanlashlari ostida oldirib tenab ishini tugitib o'z kamerlariga kirib ketishadi. Bir necha ming qo'shinning sardori bo'lib jahonni titratgan G'ozi Xo'janiyaz hojimu endi suydik to'ngining kamerdan o'zi ko'tirib chiqib, egiz sepil tomlari orasidan osmonning bir partisini kunda oran 2 qitim ko'ralaydigan bo'lib qoldi. U qolgan chaqlarini xuddi hayvonot bog'chasidagi temir qatasga yetib asabiylashgan shirg'i o'xshash o'zini har tarafga urib, 4 qadam keladigan yerda to'xtamay mengish bilan o'tkazadi. Menga parganda to'risqa taqashgan kichkina temir o'chakka. Kechalari bo'lsa, mahkumlarning namlashgan kirpiklariga o'xshash chimildab turgan yulduzlarga qarab xayol suradi. Kamerning ichi biror narsani ilg'i qilolgudek bo'lgan chaqlarda Qur'onni qo'liga oladi-da, go'yo shuning bilan ko'ngliga taskin bermoqchi bo'lib, o'nlik qiroat boshlaydi. Bash oyig'i yo'q xayollar bilan shu Qur'on tikandek yolg'iz qolgan bu sho'rliq mahbusning yegona va dilkash hamrohi bo'lib qolgan edi. Yo'lvosdek qo'rqimsiz, bo'ridek olg'ur, seg'izg'andek sezgur yigitlik chaqlari. Qatang'ur kelgan kak soqol, ko'zlarda aql donish nurlari chaqnab turadigan. Ammo o'zi sabiy boladek oq ko'ngil yo'lboshchi temir qalbi bilan o'tgan unutilmas chaqlar. Hey, shu yog'och yuz taqvodor Lishufuning shirin suxansozlik bilan Qur'on tutib berishlari. Yana nimalar? Lishufudek Qur'on tutib bermisimu, suxansozlikda uningdan ustroq bo'lgan Aprisov janoblari nega yo'qoldikin? Qayni u tantanalik va'dalar? Qayni u hayvatli tog'lardek ulug'var kapolat? Hammasi unutildi-mu shuncha tez? Go'yoki birdamlik tushdi ko'rgandek. Haras, konsul zilabgan shahid bo'lgan. Undan keyin Aprisovni e'tirof qilib imzo qo'ygan yilqi chimsor putumining bir nusxasi hojimda emasmidi? Hojim uni muhim xatchaklar saqlanadigan kichkina sanduqqa silib qo'ygan emasmidi? Apla, Mahram beshi ko'rishgili kelganda nemishqa uni surishtirmagandu? Nemishqa uningdan oldirib kirmagandu? Hey, tamay. Qur'onni musodara qilgan yerda uni allaqachon elib ketishganmikin-ya? U bo'lgandimi, bu ahvolda quruq qog'ozning nima ahamiyati bo'lar? Shunday qilib 1 yil o'tib ketdi. Hech kim hech nima deb gap so'rab boqmadi. Boyiqi va'dalarga o'xshash bu sho'rliq mahbusmi unutilib qoldimi nima? Yo'q, unutilib qolmabdi. Bir kuni atigini gundupaylar uni beshiga qora xalta kiydirib qayoqqidir elib mengishdi. Bir hozirdan keyin egiz turmi sepilining bulung'idagi bir ho'ylaga akirib beshidan qora xaltani elishdi. Qadinas ayoli Qamarxon oyla g'amkin tabassum bilan uningga qarab turibdi. Bu tushimu nima?
Yo'q, tushamasgan. Shangsayning bosh maslahatchisi Peng apandi paydo bo'ldi. U yenidagi tarjimon orqali ahvolni tushuntirdi. O'tgangi salovat. Tuban janoblari uni hilimi do'st deb biladi. Bir zaman obdan kutilib asiga kelsin uchun mushu ho'ylani xas uningga ajratdi. Qadinas ayoli uningga hamroh bo'ladi. Keyingi ishlarda, masalan, so'roq ustida Tuban janoblariga samimiy hamkorlashsa, pat orada erkinlikka erishib, burunqidek davron surdi. To'g'ri 3 oy o'tganda so'roq boshlandi. 5 so'roqchi ichida Poltay ko'z Seyit hoji bilan yapma qapoq Liyingchidan bo'laklari uningga notunish kishilar edi. G'alati savollar. Ya'ni Ma'arif noziri Jiangshing, ichki ishlar noziri Ma Shao, Yezi egilik konchilik noziri Yunus Bey, Millatlar ishlari komitetining raisi Tohir Bey boshliq necha o'nlagan sheriklar bilan qurgan tashkilot. Ya'ni Shingdubanni o'ldirib, hukumatni oldirmoqchi bo'lgan suiqasdlik to'poli. Tashkilotning tafsiliy plani nima? Bu ishda Yapon jahongirligi qanday yo'l yo'riq bergan? Sheribqon to'ri bilan nima deyishgan? Qozoqlar qachon qo'zg'olon qilmoqchi? Bu ishlarni hojining sheriklari allaqachon iqror qilib bo'ldi. Endi uning o'z iqrori kerak. Buni aytmay qutulolmaydi va hokazolar. Mushu tariqadagi savollar bilan so'roq ishi uda 10 kun davom qildi. Mahbus ochiq bilan qo'l siltib birli gapni takrorlaydi. Tuhmat! Hammasi tuhmat! Ishimda yo'q purchoq, po'qimda nima qiladi? Shunda men bilan ko'rishaman. Uning deydigan gapim bor. Sen tuhmat deganing bilan sheriklaring iqror qildi. Yuzlashtir meni ular bilan. Pushaymanni oladigan qoch topolmay qolmay yana. O'rislarning gapiga kirib, shunda meni do'st qilishimga pushayman qilsam, boshqa pushaymanim yo'q mening.